Endi yana nima muammosi bor ekan desangiz, o'pka ham muammoda. Ko'p shamollagan shekilli, o'pkada demak ko'p eski demak fibrozlar bor va bu yerda ham mana bu joyda mana ko'rinib turibdi. Demak, interstitial pnevmoniya deymiz, shamollash alomatlari. Ayniqsa mana bu joyda fibroz ko'p. Xo'p, endi davolasa bo'ladi. Ha, bu unaqa bolalar bizga ko'p keladi. Shunaqa bolalar ko'p davolaymiz va yaxshi natija olamiz. Endi shu Qo'chqorboyev Nuroyimda ham shu yil qatori shu yaxshi natija berdi. Endi garantiya bormi? Garantiya yo'q. Chunki buni davolab ko'ramiz. Birinchi lecheniyaga kimgadir 10% yoki kimgadir 20-30% ga natija beradi. Har natija bersa kelaveradi. Qo'limizdan kelgan yordam beramiz. Endi mana mashhur Qirg'izistonda blogerlar bilan birga kelgan ekan, ukamiz qo'llasa, qirg'iz elini qo'llasa, o'zbek, qozoq, tojik, hamma musulmonlar, butun dunyo ahli qo'llasa, sizga sho'tlardan pullar bersa, biz ham o'sha nimangizga bizni doktor joylashib sizni qo'llaydi. Sizga demak ba'zi bir tekshiruvlaringizni, nimalaringizni bepulashtirib beramiz. Kundalizga qo'shib beramiz. Shu rahmat sizga ham. O'zgarish bo'ladi, menimcha bo'ladi. Endi garantiya yo'q, lekin beradi. Bo'ladi. Hozirchalik dorilarni demak faqat karoma deb ishlatgan. O'rni yana nima dorilar beryapti? Endi voyar yanımdan ölçmüyordu. Ben de hakikaten bunu ölçmüyorum. Tekrar var. Bunu sağlıyor. Rozu tekrar geliyor. Qo'llarimda otib, birinchi o'zgarish qo'llari ochiladi. Birinchi qo'llari isiydi. Keyin qo'llari ochiladi. Shu 2-3 kun ichida. Keyin qolgan narsalar yutilishi yaxshilanadi. Yutilishi yaxshilanmaydi. Ikkinchi, uchinchi kelganingizda yutilishi yaxshilanishi mumkin. Ikkinchi, uchinchi kelgan. Yana nima bo'lishi mumkin? Yana demak oyoqlarni bosib ketishi mumkin. Bunaqa bolalar bosib ketadi. Endi bunga 1 yil, 1,5 yilcha vaqt ketadi. Chunki nimaga desak, bu yerda miyani stoli, ya'ni o'zagi atrofiya bo'lgan. Agar miyadagi mozolistli telo, korpus kallozum yo'q. Agreziya. Endi shular shuni hisobiga bu sekin o'zgaradi. Chunki hamma narsani miya boshqaradi. Qo'l oyog'i sog' bo'lgan bilan miyada o'sha qo'l oyoqqa keladigan kuch bormasa, nerv impulslari nasha natija bo'lmaydi. O'zi dunyoni 4 ta energiya boshqaradi. 4 ta energiya. Shu bizning jonimiz ham shu bitta energiyani turi bilan boshqariladi. Shuningdek, energiya biridan ikkinchisiga o'tadi. Masalan, mana elektr mana bunga kelsa, yorug'lik energiyasiga aylanadi, fotonlar. Kompyuterga borsa, demak, ruhiy sun'iy intellektga aylanadi. Elektr energiyasi nimaga ventilyatorga borsa, u demak mexanik energiyaga yoki kinetik energiyaga aylanadi. Xuddi shunga o'xshagan insonda ham miyasini tanasidan chiqayotgan shu nerv impulslari energiyasi boshqaradi. Bu bioelektrik potensiallar, elektromagnetizm energiyasi. Xo'p, endi yaxshi qilamiz. Xudodan tilaymiz, yaxshi qilamiz. Shu. Yana qanaqa savollaringiz bor? Endi xudodan tilaymiz, shunchasini bosib ketyapti, sizniki ham bosib ketadi. Bloger ukamizda qanaqa savollar? Yo'q, savol yo'q bizda. Savol yo'q. Endi nimadan norozi, nimada kamchiliklar? O'zi aytingsiz. Bloger ukamiz. Bari yaxshi. Bari yaxshi, muammo yo'qmi? Rahmatjon. Endi qirg'iz eliga aytamiz, xudo xolasa Qo'chqorboyev Nuroyimjon qizimi, Nuroyim qizimi din sog'lig'i yaxshi bo'lar. Din sog'lig'i yaxshi bo'lar. Xudo xolasa qirg'iz elini unutib insonlarga o'xshagan cho'ng bir nima deydi,
yaxshi inson bo'lib, nima deydi, shu eliga xizmat qiladi. Doktor Jalil ham shu nima deydi, harakat qiladi. Alloh shifosini yasana, yuzim jarohat bor.